GPS chiqishidan 100 yil oldin odamlar Everestni qanday o'lchashgan? Axir butun boshli tog'ni metr yordamida o'lchab chiqmaydi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun 1800-yillarda britaniyalik geodezistlar boshqa yo'lni tanlashgan. Ular tog'ga chiqmasdan yuzlab kilometr uzoqlikdan turib o'lchashgan. Avval tekis joylarda aniq geodezik tarmoq qurilgan, keyin baza chiziq o'lchangan. Shundan so'ng teodolit yordamida cho'qqida bo'lgan nuqtalarni aniqlab, trigonometriya yordamida balandlik hisoblab chiqilgan. Albatta hisobda yerning egriligi va havoda yorug'likni sinishi ham inobatga olingan. Natijada 1850-yillarda Everest balandligi taxminan 8840 metr deb topilgan. Hozirgi kunda esa GPS va sun'iy yo'ldoshlar yordamida 8848,86 metr deb topilgan. Biz bu gaplar bilan nima demoqchimiz? 8 kilometr oshiq tog'da o'lchab bergan geodeziyachilar sizni uyingiz bo'ladimi, zavodingiz, har qanaqangi qurilishingizni ikki to'g'ri o'lchab berishadi. Agar sizga geodeziya xizmatlari kerak bo'lsa, ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'laning. Qiziqarli ma'lumotlar uchun esa bizga obuna bo'ling.